Assalamualaikum dünyanın her tarafındaki aziz qarindoshlar, sinfning himoyachilari, ustozlar, sinflik bog'lar, hammalarning barcha olsun. Uyg'ur Akademiyasi qarmoqidagi Uyg'ur Antik instituti tilimizga ana tilni eng yaxshi o'rgatish va bu yo'lda o'qituvchilar, ota-onalar o'zaro tajribalar almashishi, maktab, oila va jamiyatning hamkorligini qo'lga keltirib, bolalarimizni Uyg'ur yo'liga millat xizmat qilgudek izboshlash Ana til gulzorlari programmasini yo'l qo'ygan edik. Bugun bu programmaningki 3-chi soniga yetib keldik. Hammalar xush keldinglar. Bugungi programmamizga Istanbuldagi Aybilik xonim-qizlar tarbiyalash markazining o'quvchilari, Aybilik chiqarish tarbiyalash kursi mas'uli, Aybilik xonim-qizlar tarbiyalash kursining psixika yetakchisi Munira xonimni alohida taklif qildik. Qimmatli mehmonlar, ekran oldidagi ko'ruvchilarga avval o'zinglarni bir tanishtirsanlar, Munira, marhamat. Ovoz biroz qoldi, biraz ovoz. Ovoz bo'shmi? Endi-chi? Hozir yaxshi. Assalomu alaykum. Aziz ko'ruvchilar, qanaqa ahvolingiz, yaxshimisizlar? Mening ismim Munira. Men Aybilik xonim-qizlar markazimizningki psixika yetakchisi, Shivar qizim qizlarni universal tarbiyalash kursimizningki mas'ul bo'laman. Shu Aybilik markazimiz 2016-yili qurilgandan boshlab hozirga qadar endi mayli Aybilik markazimizda nurg'un qizlarning har jihatdan, bo'lib kerak hamda qizlarning butunlay universal jihatda yetishib chiqishini asos qilgan jihatda tarbiyalash olsun. Ondan keyin Shivar qizim yana shu 18 yoshdan 25 yoshlargacha qizlarni tarbiyalash jihatlarida bo'lsin. Bir qator xizmatlarda bulundik. Mana shu ishni tanishtirib o'tay. Rahmat. Undaqda suyumli o'quvchilarimizdan Shahla. Marhamat, avval o'zingizni bir tanishtirib bersangiz. Assalomu alaykum. Ben Shahla Abulqosim. Bu yıl 13 yaşındayım. Türk mektebine seviyorum. Aybilik'te Rahmat. Undaqda Amina, siz o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz, ovozingiz biroz tuvan chiqib qoldi. Amina, sal ovozingizni ochiqlashtirib. Assalamu alaykum. Benim ismim Amina. Bu yıl 15 yaş kirdim. Aybilik Hanım Kızlar Merkezi'nin 7. sınıfında okuyorum. Rahmat. Undaqda Zulaya qizimiz keldi navbat. Zulayaningki to'rida biroz masala bor o'xshamamda, shuni qaraganda. Undaqda biz programmamizni davomlashtiraylik. Zulaya qizimizningki to'g'ri inshaalloh biz programmamizni davomlashtiraylik. Yuqorida o'zini tanishtirib o'tgan savodashlarimiz, ya'ni Shahla, Amina, Zulaya qatorliq bu savodashlarimiz nutq so'zlash musobaqalarida va ana til faoliyatlarida intayin yuqori natijalarga erishish bilan o'quvchilarimizga ulgu bo'layotgan mana shundaq ana tilda eng oldida menayotgan bolalarimizdan bo'lib hisoblandi. Biz bugun bu o'quvchilarimizni shunga ana til gulzor programmamizga alohida taklif qildik. Biz programmaga kirishdan avval shu o'quvchilarimizninki shu nutq so'zlash faoliyatlari va nutq so'zlash musobaqalariga qatnashgan qisqacha bir ko'rinishini ekran oldidagi do'stlarimiz bilan bir o'rtaq bayaninib o'tgan bo'lsak. Aleyküm ekran altındaki suyumlu görünenler. Ben Shahla Abulqosim. Aybilik'te okuyman. Sizlerge Azerbaycan milli şiiri bolgan Keçürme Bizni Vatan namlıq şiirini deklamasiya qilib bermekçi. Keçürme Bizni Vatan. Unuttuk tarixni, o'tgan zamanni. Unuttuk tuproqqa tökülgen qanni. Unuttuk farqni, yaxshi yomonning. Keçürme Bizni Vatan. Körsek bu köksünge sancılgan kılıçni. Koyup yastıkka yattık bişimizni. Çipildin parçalandın sen pari pare. Keçürme bizni vatan.
İşimiz bizning qilish ahuzar. Qaqshab vay saçlarımızdan pelek bu bizar. Ölmüsem mu senin üçün qazdık mazar. Keçürme bizni vatan. Bilermen acizlar aldı diye küçtün güllerini. Perkılandıralmadık kozu bilen böğrini. Başkalar cinedin vazgeçti, biz bolsak yurttin. Keçürme bizni vatan. Düşməngi güzdük göşmaylarını. Qaytırıp alalmadık konu çırqını. Özümüz baralmay sorayımız kuşlardan hal ahvalını. Keçürme bizni vatan. Sen esir iken biz seni koyduk higane. Cengi var ruhimiz nerede? Kayerde. Koynunu qaytalmadık ah bu baharda. Keçürme bizni vatan. Quyaş işimizi patdı, korup gitti. Tükümez sevrimizden yıllar mı çarşap gitti. Yetim gibi yollar mı kıstı boynunu. Keçürme bizni vatan. Hasretten yanmakta o ana bağrım. Tulu yığlap korup gitti kançılgan bulaklarım. Akmakta cerahitidin kan karabağını. Keçürme bizni vatan. Kapeski soldu kuş gibi kalbimizni. Puşaymanlık tılım yarmaktı könlümüzni. Kaber tişiğe aylandırıvet taş kalbimizni. Keçürme bizni vatan. Vicdanlar öz keyif sapası bilen meşgul tehiçilik. Mağrur el inci tehi kaddini pükmekte tehiçilik. Senin aldığını biz kelme geçilik. Keçürme bizni vatan. Aferin Şehla kızımız, aferin. Ondaqda hem de ekranda gördüğün ola bolsa Amina kızımızın nutq so'zlash musobaqasidan bir ko'rinish bo'ldi. Mening yurtim. Her canlıqның yurti bo'lgandek mening yurtim bor. Mening yurtim bo'lsa Xotin. Men sizlarga yurtimni qisqacha tunishtirmoqchiman. Men Urumchida tug'ilib jon bo'lganim bilan ota yurtim Xotin. Men sizlarga hozir yurtimni tunishtirib chiqay. Yurtimning nahiyalari bo'lsa, Guma, Qaraqash, Lot, Shira, Kiriya, Niyaga o'xshash nahiyalar bor. Xotinning yana Yanaqi, Qashtishi, Atlisi, Yilimi, Qag'zi, Yoshkurdisi va Do'g'pi dunyoga mashhur. Xotinliklar tarixdan beri ishchan, mehmondo'st, pokiz, axloqli bir xalq bo'lib kelgan. Xotin yana qadimiy Uyg'ur shahri bo'lib, Tarim o'ymonligining janubiga yerlashgan. Umumiy aholisi 1.439.000 nafar bo'lib, Uyg'urlar %97 ni tashkil qiladi. Xotin xalqining qadimdan dehqonchilik, bog'bonchilik, kepakchilik va gilamchilik bilan mashhur. Bu shahar Xitoy hukumati tomonidan qasddan nomlashtirib o'tilgan. Xitoy bo'yicha mashhur bo'lgan qashshoq mahsulotlari bilan talonga uchrayotgan bu shahar qasddan nomlashtirib qoldirilgan. Ondaqda növbətdə Zulaya qızımıznınki musobaqasidan bir ko'rinish ko'rib o'taylik. Kırıkkale'de bilindi. Heli bayısında sizin yolculuğunuzda sizden karvatta tuttuğunuz uçak hepinizi kalda tebessüm kılıp yakınız. O gün sizin aylığa günüm asman karanlığı, gün tutuk. Başım kurdu öğül bulup ketlerinde kızıklar. Sunulgan bütün akıllarımın cevapsız kılıp turunu kıyınızdan da. Özüm bilen kalgan her an gözlerimden sizaksızlıklar. Siz bulmagan her günüm, her saatim, her dakikam azap içi öptü. Şunda kıyın iken ki dada, hayatını qoğlaş, okuş,
Texmi qiyin bo'lgani saxta bo'lsin tabassum qilib yurishgan. Sizlarninki nutq so'zlash musobaqalarida erishgan natijalaringlar albatta bizni bak faxrlantirgan. Hozir ekran oldidagi qarindoshlar bilan birlikda bundan qisqa bir ko'rinish ko'rib o'tdik. Undaq bo'lsa biz programmamizga kirib ketaylik. Sevimli qizlarimizdan so'rab baksam, sizlar qanday bo'lib mushu bir saviyaga yetib kelardinglar? O'sha haqida sizlarninki bir qisqacha tushunchalaringlarni ekran oldidagi qarindoshlar bilan sevimli do'stlaringlar bilan bir o'rtoqlashib bergan bo'lsanglar. Ya'ni ana tilda o'z oldinga ijodiyat qila oladigan, nutq so'zlay oladigan va faoliyatlarda riyosachilik qila oladigan mana shunday saviyaga kelish albatta oson emas. Shunday bir saviyaga qanday bo'lib yetib kela oldinglar? Undaqda avval Shehla qizimiz so'zlab baxsin. So'zni avval Shehlaga beray. Marhamat. Assalomu alaykum ekran ortidagi suyukli ko'rganlar. Mening shu saviyaga yetib kelishimda, shu nutq musobaqasidagi natijalarga erishishimdagi eng chong to'p qo'shgan odam bo'lsa, albatta opam va ustozlarim. Ammo men boshda opamga rahmat aytishni to'g'ri ko'rdim. Kichik vaqtimdan beri opam o'zimi da'vatchi bo'lganlik uchun meni shu davlat o'rinlariga, o'zi dars so'zi gap o'rinlariga olib boradi. Opam o'zi bir ma'lum bo'lganlik uchun men bu shu muhitda cho'g' bo'ldim. Opamning dars so'zlaganlari, opamning xitobat kuchini anglab cho'g' bo'ldim. Keyin opam meni har vaqt rag'batlantirdi. Shu musobaqalar bo'lsin yoki bir faoliyatlar bo'lsin, har vaqt qizim siz chiqib turing, qizim siz qilib turing deb turdi. Keyin o'zim tarqatdim. Mening shu sahna san'atida o'zimning qobiliyati bor ekan. Men bu qobiliyatimni texmo oshirish uchun texmo tirishdim albatta. Shu sahnani o'zim yaxshi ko'rgan, men shuni tarqatdim. Shuning uchun o'zim yaxshi ko'rgan ishni qilishga texmo tirishdim. Shu holatga kelishimda eng chong to'p qo'shgan albatta opam. Ikkinchi bo'lib ustozlarim, obyektda meni cho'g' bo'lgan ustozlarim. Bizga har vaqt bayon maqolalar bo'lsin, yoki muhokama maqolalar bo'lsin, to'xtamay maqolalarni yozib turardi. Bizga mushta to'xtamay zo'rlab bo'lsin-mu, ba'zi vaqtlar qiynab bo'lsin bergan topshiriqlarimi bizning shu holatga kelishimizga shunchalik cho'ng to'p qo'shdi. Biz ba'zi vaqtlar albatta shikoyat qilardik, albatta muhabbatlik deydi, hani qiynaladik albatta. Çünkü unchalik oson emasdi sahnalarga chiqish, maqolalarni yozish, kichikchilab o'tirish. Yoki butun savoldoshlarimiz o'zlari uyga rahat o'z mashg'ulotlari bilan shug'ullangan vaqtda bizning ana til kursi berish, ana til darslarga qatnashishimiz albatta bizning uchun ham oson bo'lib ketmadi. Ammo ota-onam va ustozlarim meni har vaqt qo'llab turdi. Mening shu saviyaga yetib kelishimda eng chong to'p qo'shgan ustozlarim va otam. Rahmat Shehla qizim. Undaqda o'xshash savolni men Zulaya qizimdan so'rayman. Qani marhamat Zulaya. Mening bu saviyaga yetishimda ustozlarim, Aybek ustozlarim eng jiq to'p qo'shdi. Men ana tilini bilmaydim, hiç kitap o'qishni bilmaydim men. Aybekka kelib ustozlarim harflarni tunutdi, maqolalarni yozg'izdi, kitoblarni o'qiy oladigan bo'ldim. Keyin ustozlarimiz sinflarda bizni Shahla degandek musobaqalarga qilg'izib qildi. Yaqin musobaqa bo'lgan chog'da qila olasizlar, sizlar qatnasha olasizlar deb bizga g'alaba berdi. Keyin opam aqtim qizim siz qila olasiz, boshqalar qila olgandek siz qila olasiz deb meni g'alabalantirdi. Kitobxonalar olib bordi, kitoblarni o'qitdi, nurg'unlagan bilimlarni bildirdi bizga. Men ustozlarimning qo'llashi bilan, ota-onamning qo'llashi bilan bu saviyaga yetib keldim. Rahmat Zulaya. Undaqda Amina qizim, sizmi bir o'zingizniki bu saviyaga qanday bo'lib yetib kelganingizni xulosa qilib bergan bo'lsangiz. Buldu. Assalomu alaykum. Bu saviyaga kelishim oson to'xtum yani. Hammasi o'xshash. Ben onamning ustozlarimga bekcha qo'yibdi bor. Onam kichik vaqtlarda kitap o'qing deb pek
toxtumay meni kitap okuş kılam okulatdı. Ben okuyamaydım. Bek üzem jiro kitaptım. Ondan keyin okuşga başladım. Aybilik keldim. Tuncu makalamı yazganda ben hoş oldum. Ben kıla ekenmen dedim. Ustazlarım meni akıllı oldu diye. Ondan keyin ben kıla alganken de kılışga tiriştim. Rahmıcık yaxşı kılışga tirişdim. Şu ustazlarımla mürüvvetlendiriş bilen ben şu seviyeye geldim. Ustazlarımla anamның ilk öpüsü var. Rahmat, Amina kızım. Ana tilda bunday bir seviyeye yetip kelish haqiqatan oson emas. Bunun da o'quvchining o'zining tirishchanligi bo'lishidan sirt cho'qim ota-onaning kuchli qo'llab berishi va o'qituvchilarningki yetaklashi bek muhim o'rinda turdi. Endi Munira xonimdan bir savol so'rab baqsam, Munira xonim, sizdan so'raydigan savolim, siz maktabdagi shu o'quvchilarningki psixika yetakchisi ekansiz. O'quvchilarningki psixika yetakchisi bo'lish suhbatingiz bilan o'zingizning xizmati va maktabdagi bolalarningki Uyg'ur ro'yini kimligini yetildirishda bu kursningki, ya'ni shu Aybilik xonim qizlar markazininki qanday bir ko'riklik roli bor? Shu haqida bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Sizga rahmat. Evet, biz 2016 yılı şu Aybilik Hanım Kızlar Merkezimizde kuruştu burun. Ustazımız yani şu merkezimizden müdiri seni bir ustazımızla bir neçimiz bir yere gelip en avval hem de şu sistemimizdeki merkezi nişanımızın bekitip çıkışını oylaştık. Yani bizden nişanımız ne buluş gerek. Hem de kurslar her xil buldu, her xil mektepler kuruldu. Her mektepten özü uçuştuk bir nişan buluş gerek. Bizden nişanımız diyen çağda Hazırkı muhaciretki yoqulib ketayotgan mush kimligimiz yoqulib asta-asta deyil, xirisga uchrayotgan mush medeniyetimizde amaliyotda qizlarning tarbiyalanishi, qizlarning universal jihatdan sapasini yuqori ko'tarish eng muhim bir chiqish yo'limizning birisi ekanligini o'yladik. Va mush yoqda biz mush qizlarni haqiqiy turda universal tarbiyalab chiqaylik va bu qizlar o'zining milliy kimligini qo'g'dig'idek darajada o'zining millatini taniydigan, ana tiliga pishiq ve her cihetten yetişken bir kızlar bolsun dep muş nişanını bekittik. Bu nişanı bekitkendan keyin onun bizden derslerimiz mi elbette muş nişanı çördüğü aldı oldu. Hem derslerimizi orlaştırganda bütün dersindeki kesbi okutuşlarını teklif bulduk. Muş ana til dersimizde maxsus vatanda, maxsus edebiyat kesbini bitiren Rengli ustazımız 4 yılda artıq mesul oldu. Maşallah, muş ustazımızdan yetekleşiyle muş kızlarımızınki antıl seviyesininki elbette ata-anasınınki kiçigidan tartib bu balalarning tilininki, ana tilininki yaxshi chiqishi ve ana tilini söyüşige ata-anasının terbiyesi pek muhim. Onun için texim bir baldaq yuqori ko'tarilişi. Bu balalarninki texim fasadlik so'zlayoladigan, haqiqat ichida o'ylagandan hemen yezib chiqara oladigan ve yazganlarını boshqalarning oldida ifodalab bo'la oladigan mushunda darajaga kelishiga bizninki mush antıl ustozimizniki ajri bek ko'p bo'ldi. Başka derslerini uğraştırgandım. Mayli İngilizce, mayli matematika her derslerde özünün kesbini okutuşlarını tepip geldik. Endi men bir psikolog buluş süpütüm bilen mayli muş mektebimizdeki, muşu bizniki, Uygurlarniki, milli kimligimizni qo'g'dash, ana tilimizni qo'g'dash jihatda ko'rsatayotgan muş tirishchanliklarga nisbatan ham psixologiya jihatdan tahlil qilsam, amaliyotda bu yilqi bir mundalab muş qizlarni Uyg'urcha tarbiyalab qo'yiblar. Buningdagi Uyg'urniki avlodlardan nechini terbiyelep yetiştirip bu Uygurca gap qila oladigan bir avlod yetiştirip chiqish bu oddiy ish emas. Mushu bolalarning ana tili yaxshi bo'lgan chaqda bu bolalarning ham o'zining ota-onasi bilan bo'lgan o'tirsidagi bog'lanish, ota-onasi bilan bo'lgan munosabat uzilib qolmaydi. Chunki bularning ota-onalari vatanda tug'ilgan, vatanda cho'ng bo'lgan, ana tilida so'zlagan, o'zining psixikasini, kayfiyatini ana tilida ifodalab bergan ota-onalar. Onun lekin bu bolalar bundan keyingi avlodlarni tarbiyalagan chog'da inshaalloh o'zining shu güzel ana til bilan tarbiyalab chiqadiki va bu avlodlarni haqiqiy bir Uyg'ur kimligida yetishib chiqadi va mushoyliqi butunlay masalan yotlashib ketish yoki o'zgarib ketish deganlardan hech bo'lmasa biroz olsin saqlanib tura oladi. Biz endi izchil mesela Uyg'ur bilan Uyg'ur to'y qilib, undan Uyg'ur bir bola tug'ilib, uni Uyg'ur bilan to'y qilib ma orqali davom qilmasak bu yani butunlay yani Uyg'urlikni saqlab qolish bo'lmaydi. Yani ikki Uyg'ur to'y qilganki u bola yana yoki Turkiyada o'z Turkcha gapirsa, Amerikada o'z inglizcha gapirsa, uni yana davomli biz Uyg'ur deb ketaversak, faqat kimlikdagi nomli Uyg'ur. Biz nurg'un undaq ahvollarni ko'rdik.
əməliyyatda o baldan meyli özünün aidlik məsələsi olsun, meyli özünün psixikisi hər cəhətlərdən olsun, Uyğurluğunu ifadə verəməydi. Şunlaşqa indi bu cəhətlərdən biz bək küçüdük, biz bunu bək əhmiyyət verdik. Həm demiş psixologiya cəhətdən təhlil qısamı, həm demişlərin ki, ana tilinin ki, mühim boluşu, ana tilға əhmiyyət veriş əməliyyatda bizimki çıxış yolumuzdan bir step qarayımız. Rəhmət Munira xanım, qimmatli fikirlərinizdən həmmimiz ko'p narsalarni bilib olgan bo'ldik. Endi savolni qizlarimizga beramiz. Baya ekranda Shekla, Amina, Sulaya üç qizimizningki nutq musobaqasida natijaga erishgan ko'rinishdan qisqa bir ko'rinishni taqdim etgan bo'ldik. Mushu vaqtdagi bir sizlarning hissiyotinglarga qiziqyapman. Shu nutq so'zlash musobaqasida sizlar natijaga erishgan vaqtda qandayroq his tuyg'ularda bo'lgan bo'g'iytinglar buni ekran oldidagi do'stlaringlar va qarindoshlaringlar bilan bir o'rtoqlashib o'tamsizlar. Shekla, avval bir mushu vaqtda o'zingizning qanday bir hissiyoti bo'lganligingizni so'zlab o'tgan bo'lsangiz, natijaga erishganda o'zingiz qanday his qildingiz? Asasen neticeye erişken vaxtda əlbəttə həmmədən xoş bulundu. Bəzən də heyran qalğanımız buldu, amma asasen xoş bulundu. Mənim bu müsabiqələr nəticəyə erişkəndə hissiyatım azraq fərqli bolğan. Əlbəttə mən bu xoş bolğan, amma mənim heyran qalanlığım təxmin olmasqan. Mən ikinci qıtımlıq nutq müsabiqəsində Ayxan Barıqova ötküzgən ikinci qıtımlıq nutq müsabiqəsində bir hikayə bilan qatnaşdım. Aybilikning ustaları deyəm, hikayə bilan qatnaşdım. Aslında bu qatnaşışının hikayesi, bunun ağıdaki işler evet farklı. Başmaq bir şeyden mən aslında bu müsabiqə qatnaşdım xalıram. Amma mənim yazılan maqallarımın heç qaysı apamın faqat yarımıram. Çünkü mən tuncu qıtım qatnaşqanım müsabiqədə çoğunluğa xitab qılan bir şəkildə bir maqal yazıldı. Bir isyan duyğusu eğir basqan bir maqal deyim. Mən muşdan oxşaş maqallar yazdım, amma apam dedi ki, hani başqalar ümiddiniz üçün, köngül etiş üçün bu programlar açıdı. Bu programı gördü. Siz bu her qıtım çoğunluğa xitab qılıb, her qıtım isyan qo'llanib başdan yazsanız, xalqlar bir ara qilishi mumkin dedi. Ben başka bir makale yazamadım. İçimde ne olsa elbette şunu yazardım, ama içimde heyran qalanlıq bir nəbrət vardı. Çoğunluğa, şu bulvatkan sorunlarga, dünyadaki ahvallarga, ben elbette şu doğruluklarını yazardım, ama abamın fakat yapmadı. Her qıtım bu doğruluk makallarını yazsanız olmayı dedi. Keyin bizden Rəhim Ustaz bizga tapşırıq vergan hikoya yozib keladi. Shu vaqtda men yozgan hikoyam Rəhim Ustazga bek yoqqandi. Ben apamga bu hikoyani ko'rsatdim, dedim, shu hikoya bo'ladi dedim. Apam bo'ladi, shu hikoyani o'qib chiqam dedim. Lekin biz normalde men nutq musobaqalarga qatnashgan vaqtda biz videoni 5 yil tutishimiz bilan yo'llab qo'ydik. Yani men mening shu nutq musobaqalarni o'qib yo'llaganlarim shunchalik osonlikda edi. Lekin shunchalik inoq esimda, biz shu videoni 20 qitimda tutdik. 20 qitimda avatladik. Shunchalik bak qiynaldim. Çünkü o hikayedeki personajlarga ayrim ovoz berish kerakdi. Hem ben özlem ko'rgan videoni faqat yoqtirmadim. Dedim, ben çok birinci ishga yarmiz bulamayman. Açık bo'lsa rag'batlantirish yoki anga sur nart mukofotini olmayacak bo'lsa degan. Keyin shu natijada aniqlangan kunim yetib keldi. Savodoshlarim bana dedi, sen çok birinci bo'lding dedi. Hammadan bana shunday dedi, sen birinci bo'lding. Jep bo'lsa uchinchi bo'lgan. Sen de hammadan shunday dedi. Ben bilan qatnashgan boshqa savodoshlarim bor. Ben ularning maqolalarini o'qib boqqandim, videolarini ko'rib boqqan. Ben ularning ikisini shunchalik yoqtirgan. Ammo shu vaqtda natijalar bizning maktabda Aybilik xonim qizlar markazida aniqlandi. Shu vaqtda mening birinchilik natijam ismim to'langacha men hech ishni qilmadim. Shu vaqtda mening ismim to'langanti birinchi bo'lgan narda shu Shahla Ulug'qosimda. Shu vaqtda men shunchalik hayron qolgandim. Chunki shunchalik yetarsiz kamchiliklarni ko'rgandim shu videoda. Turish pozitsiyanim bo'lsin, ovozimning shunchalik yaxshi chiqmasi bo'lsin. Ya'ni menga ko'ra bu videoda shunchalik kamchiliklar borki, ammo bahodirchilar yoqtiribdi. Shunday birinchi qoldi.
Rahmat Shefla. Men o'zingizga bakli yuqori talab qo'ydigan bu postiyaringizdan shunchalik suyunib ketdim. O'zingizga shu qadar yuqori talab qo'yganingizdan hatto o'zingizningki birinchi bo'lganligingizni qabul qilamagudek bir xil hissiyatda bo'libsiz. Undaqda Zulaya, sizmi bir so'zlab boqamsiz qisqacha? Men mushashim ukaga aybilikga yaqin hiç makale yazıp bakmadım. Aybilik kelip ustozlarımdan meni qo'llashlari bilan, men makale yozish o'rgatishi bilan men makale yozalaydigan bo'ldim. Keyin ustoz musobaqa qatnashib baqan dedi, men ma'qul deb qatnashib baqdim. Lekin o'zimda faqat umid yo'qdi. Bunda darajaga erisha olayman deb umid hech yo'qdi. Keyin natija nima qilgan vaqtda 3-chi bo'lganimni angladim. Bir yerdan xo'sh bo'ldim. 3-chi bo'libdiman deb. Lekin bir yerdan umidsizlandim. Xo'sh bo'lganim tunji qitim qatnashib turib 3-chi bo'lganligim uchun ham ustozimning xo'sh bo'lganligi uchun xo'sh bo'ldim. Lekin men o'zimning 3-chi bo'la oladiganimni o'ylab baxmagandim. Chunki men hech undan narsa qatnashib baxmagan, yezib baxmagan ekan. Men birinchi qitim qatnashib 3-chi bo'lgandan keyin Abam meni qo'lladi, ustozlarimni qo'llagandan keyin men ichimdan haqiqatan maqol yozadigan bir nima qilibdi. Keyin men ikkinchi qitim qatnashgan chog'da ikkinchi bo'ldim. U chog'da raslan baklam hayron qoldim. Chunki 3-chi deganlar ikkinchi bo'lgandan keyin men hayron qoldim. Qadamma-qadam olg'a ilgarilgandek. Keyin o chog'da opam bak hoş bo'ldi, bek qo'shib ketdi opam. Men qo'shib ketdim. Keyin o'zimni taxambak qalblantirib, o'zimga taxambak ishonchim to'ldi o'zim. 3-chi qitim qatnashdim. 3-chi qitim qatnashgan vaqtda tuyuqsizlikam 3-chi bo'lib qoldim. Hech o'ylab baxmagandim. Hech o'ylab baxmagandim. 3-chi bo'lib qolishimning sababi maqolam o'zimning yishiga xos emas dedi baholug'uchi akash. Nima ish qilishini bilmadim endi. Shu yüzden 3-chi bo'lib qoldim. Lekin men ashta bir sahnaga chiqib, dunyo hammadan ko'radigan yezib o'qib, 3-chi, 2-chi bo'laligimdan o'zimni bir xo'sh, hamdaki hayajonli men hech o'ylab baxmagandim o'zimni bunda bir ish qila olganligimni. Rahmat Zulaya. Birda xushal bo'libsiz, birda ya'ni ko'nglingiz yerim bo'libdi. Qanday bo'lmasin, o'zingizningki mana shunday talantingizni joriy qildiradigan bir sahnaning bo'lganligidan suyunibsiz. Rahmat sizga. Undaqda Amina qizimiz keldi. Amina, marhamat. Men natijaga erishganda xo'sh bo'ldim, lekin men birinchi qatim erishgan natijamga men hayron qolgandim. O'zim yoqtirib ketmayaptim. Ham maqolamni, ham tortilish nimamni yaxshi ko'rib ketmayaptim. Men buni hech qanday o'tib ketadigan bir maqola bo'ldi deb o'ylagandim. Lekin natijaga erishganimdan xo'sh bo'ldim, ya'ni hayron qoldim tarafdan. Tunji qatim bo'lgan xo'sh bo'ldim. Ikkinchi qatim qatilganda albatta ustozlarimning bahası yani haqqı adil. Lekin men o'zimni onda erishgan natijamga loyiq deb o'ylamaydim. Yani bek sirish qildim o maqolani, bek tez yozgandim. Undan keyin bek tez yozganligim uchun uningmi bir xil ko'nglim yerim bo'ldi natijamga yo'q emasda bahosiga qarab men hayron qoldim. Endi bundan o'zimni haq deb o'ylamayman. Lekin ustozlarimning adil bo'lganligini albatta to'g'ri. Yani ben o'zimni hayron qoldim. Saql unda kutmaydim, undan natija kutmaydim. Mumkin shu xo'sh bo'ldim, har qatim qazilganda xo'sh bo'ldim. Ota-onam da xo'sh bo'ldi. Rahmat Amina. Ammalarninki bundan keyin texmo yaxshi bo'lgan, texmo afzal bo'lgan natijalarga erishishinglarga tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga. Endi Munira xonimdan bir savol so'rag'im kelyotidi. Anglashimcha sizlarninki Aybilik qizlar ta'lim tarbiya markazidan boshqa chevar qiz tarbiyalash kursi deb bir kurs bor ekan. Bu kursda 18 yoshgacha bo'lgan qizlarga shu bizning Uyg'ur madaniyatimizga oid bo'lgan, bilishga tegishli bo'lgan muhim taraflar
öğütülüp ötülürken bayı siz özünüzden ki sözünüzde kısqaça bir sözlep ötken boldunuz bunu. Şu kurs hakkında bir kısqaça to'xtalib ötken bolsanız, bu kursdan nimalar öğütüldü mesela? Bu kursda öğütülgen narsalarning qizlarimizga qanday bir ijobiy roli bo'ldi? Buningki bizning Uyg'ur kimligimizni, milliy mavjudligimizni saqlashimizda qanday bir roli bo'ldi? Bularni bir qisqacha tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Sizga rahmat. Aybilik Çiver Kızım Terbiyeleş Merkezimiz ötken yılı, yani 2021 yılı 8. ayda birinci kıtımlık, birinci kararlılık okuyucularını kabul kıldık. Ama bununki maqsadımız mı? Yani kızlar mesela aybilik, meyli aybilikte okusun, ya ki başka kurslarda, ya ki başka mekteplerde okusun. Ama ma'lum bir yaşa kelgandan keyin 18 yaşlardan aşqandan keyin oliy maktablarga bordi. Yoki har xil kasblarni tanlaydi, jamiyatga qadam qo'ydi. Hem jamiyat qadam qo'ygandan har qizniki o'ziga bo'lgan ishonchining yuqori bo'lishi va bundan keyingi jamiyatda qanday bir yo'lda mangdiganligini bilalishi bek muhim bir omil. Ve bu yerden de o'ziga bo'lgan ishonchining yuqori bo'lishi uchun ve mush jamiyatda o'ziga o'xshash yaxshi do'stlarni topa olishi va bundan keyingi hattoki oila qurgan chog'da qanday bir odam bilan to'y qilish, oila qurgandan keyin qanday bir rolni o'tash, qanday ona bo'lish degandek ishlarning hammasini bilishi biz uchun, qizlarimiz uchun ve biz uchun bek muhim. Çünkü xuddi bu aybilikni taraqqiy qildirishimiz, qizlarni tarbiyalashimiz gibi maqsadimiz bu bizning milliy kimligimizni saqlab qolish va taraqqiy qildirishning bir chiqish yo'li deganimizga o'xshash. Mush Çiver Kızım Terbiyeleş Merkezimizniki, kursimizniki qurilishdagi maqsadimiz shu. Mush qizlarimizni Mesela mekteplerden çıkandan keyin haqiqiy jamiyatda putasab tura oladigan, o'ziga ishonchi kuchli bo'lgan va keyin oila qurgandan keyin oilada haqiqiy bir yaxshi ayol va yaxshi bir ona bo'la oladigan qilib yetishtirib chiqishni maqsad qildik. Ve bu terbiyeleş merkezimiz minki normal planda hafta içi bo'lsa, mush qizlarimizniki vaqtga qarata o'rlashtiramiz. Her bir kursninki vaqtlar o'xshamaydi. 2 oylik kursimiz var. 2 oylik kursimizda hafta içi 5 gün. Hafta içi 5 gün, her gün 20 günden ders zorlaştırıldı. 3'ten keyin saat 2'den mesela 6'ya degandek. Mesela hafta ahırlık kurslarımız olsa, cuma, şembe, ikşembe bunday şekilde 3 günde zorlaştırıldı. Hem de bunundaki derslerimizdeki qatnaşqıcı o'quvchilarimiz 18 yaşdan 25 yaşgacha deymiz. Lekin ba'zida shu 15 yoshlik, 16 yoshlik qizlarimiz keldi. 26-27 yoshlik, 30 yoshlik qizlarimiz keldi. Mayli endi xohlasa, mishay kelib tarbiyalashni xohlasa, mayli jamiyatda chiqib o'ziga tushliq bir rolni o'tamoqchi bo'lgan va bundan keyingi o'zining kelgusi ko'ngil bo'ladigan qizlarimiz kelsin deb biz qabul qilamiz. Endi bu yergi darslarimizning shakli bo'lsa, bekerek universal xarakter, ham bekerek amaliy qo'llanishdan darslarni tushishni maqsad qildik. Bizningki darslarimizda masalan tibbiy yordam darsimiz bor. Tibbiy yordam darsimizda shu ailede yoki sirtlarda ciddi ahvollarda qanday yordam qilish, masalan put qaylib kelsin, ya tuyuqsiz qaynoq suv to'kilib kelsin, yoki birsini jiddiy uyda masalan yo'ldoshining yo cho'ng opisiniki yurak kasali qo'zg'alib qolsin. Bunday vaqtda biz jiddiy qutqarish qanday qilamiz, yoki unga qanchalik yordam qilamiz degandek ahvollarni tushuntirish bo'ldi. Undan keyin shu homildorlik, tug'ut va farzand buaq parvarishi, farzand tarbiyalash cho'ng ramkada bir darsimiz bo'ldi. Bu derslerimiz albatta bilasiz, shu farzand tarbiyalash degan maxsus bir ilm endi. Bu kasb 4 yil o'rgangan bir kasb. Endi albatta biz shikoyatning ichida bu kasbiy tarbiyalab chiqib bo'lmaymiz. Lekin men qizlarga bu darsni men so'zlayman, qizlarga men deyman. Endi shikoyatning ichida sizlarni farzand tarbiyasi mutaxassis qilmaymiz, lekin biz sizlarga bir ramkani ko'rsatib beramiz. Bu ramkanın içine qanday rasm sizish o'zinglarning qo'ldan keldi vaqti kelganda inshaalloh. Lekin bu ramkadan chiqib ketmaslik, qanday qilib ramkaning ichiga go'zal rasmlarni chizishni biz sizlarga o'rgatamiz inshaalloh deb. Haqiqatan qizlarning buningdan unumlarini pek yaxshi ko'rdik. Mayli amildorlik darsimizda bo'lsin, mayli tug'ut farzand tarbiyalash darsimizda bo'lsin. Ondan keyin psixika darsimiz bor, psixologiya darsini men beraman. Bu darslardan shu kişilikni pek asosli so'zlaymiz. Çünkü insan özünün kişilikini, başkalarının kişilikini düşüngen çağda meyli kişilerle münasebet olsun. Meyli özünün psikolojisini tanışış olsun, her cihette onçılık kendip gitmeydi. Çünkü düşünüş pek mühim. Onun denki his duyğusuna qanday iş barlar, qanday başkalar bilen kişilik münasebette qanday rol oynaş degandek meselelerde to'xtalamiz. Onun denki qizlarga eng mühim bo'lgan masalan tozliq darsi.
tozalıq dərsləri şu öyünü qandaq tozalashdan tortib o'zining shaxsiy tozaligigacha, uy tozalaganda kundulik tozalıq, cho'ng tozalıq, derazani qanday etishdan tortib, kirqatlarni qanday yuyish, qanday dazmollash, hamma mazmunlarda to'xtalamiz. Undan keyin go'zalliklar, maxsus shu go'zallik salonlashgan ustozimizni qizlarga ishga tashqi go'zallikni hamma so'zlaydi, mashallah ustozimiz. Anda bizniki to'g'ri xalqimizdan bekrak ko'radigan tamoq ders, taom derslari. Chunki bekrak suratga chiqadigan shu darslar bo'ldiki, qolgan so'zlagan darslarda masalan unchalik o'xshash surat tortib bo'lolmaydi ekanmiz. Taomlar, har xil taomlarni etishda, milliy taomlarni etishda bekrak ham qizlarimizniki taomni etish emas, bu yerda albatta tomoq kurslari bekjiq. Bizning maqsadimiz tomoq kursida bir oshpaz tarbiyalash bo'lmagandan keyin bekrak milliy kimligimizni qo'g'dashdan shu qizlarimizniki taom etishda nimalarga diqqat qilish, mush orqali oilasiga qanday mehr berish. Ya'ni albatta bir dasturxondagi Uyg'urlarda bu bek kuchayimiz endi. Buning bek ahamiyat beramiz, ham ahamiyat berishimiz to'g'ri. Dasturxonda tarbiya bo'ldi bolalarimizga. Dasturxonda mehr berish bo'ldi. Bir dasturxon orqali bir oila ko'klaydi amaliyotda. Shunlashqa bizning darslarimizda bir ustoz kiravermaydi. Masalan, taom darslarimizda, bo'lib milliy taomlarimizda qaysi taomga kim eng usta bo'lsa shuni chaqirib ekandik. Xalq arsidan appaylarni, hadilarimizni chaqirib keldik. Mantiq kim usta bo'lsa shuni chaqirdik. Go'shtanga kim usta bo'lsa shuni, lag'manga har xil ustozlarni ko'rgandan keyin bular tomoq etishlar emas qizlar. Vatanni ko'rdi, vatanni o'rgandi, vatanning ta'mini titidi hatta shu tomoqlarni. Vatanda mushtati qizlarim deb ular shundoq o'rgatdi. Undan keyin shu masalan pishiriq darslarimiz olsun, dasturxonlarni qanday tizish, mehmon qanday kutish. Oxirida shu taom darslarimizdan sirtgan tikimchilik darsimiz bor. Qizlarga hamda saypon quvvatmasakmi, oddiy aldam shu qo'limizda qanday tugmalarni qadash, bir narsalarni qanday yamashdan tortib, hamda kichik oila mashalalarini qanday qilishdan tortib shularni o'rgatdik. Hamda oxirida hatto imtihonlarimizdami bu qizlarninki mushu haqiqiy bir jamiyat chiqqanda, bir uy tutganda qanday qilganligini imtihondan tortib kuchidi qanday. Qizlar rasmiy bir o'zining oilasi bo'lgan bir shaklda imtihon berib shunda o'tadi. Oxirida imtihonlarni, yiziqcha imtihonlarimiz bor. Endi 2 oydan keyin mana hozir 6-chi qaror kursimiz davom qilyapti, o'tirib kelib qoldik. 5 qaror kursimizniki butun xulosalarini chiqarib, imtihonlarni elib, o'qish bitirish marosimlarini qilib bo'lib, hammasida eng oxirida onalar baxo'sh bo'lib ketdi. Hammasi qizlarimiz mashallah boshqacha o'zgardi, boshqacha haqiqiy bir bizni xotirjam qildi. Bundan keyin biz bir izimizni ko'rgan bo'ldik dedi. Haqiqatan bu bizning milliy kimligimizni qo'llab qilishda bek muhim. Bizning mushchilar qizimga chet eldan muxbirlar keldi. Kelganlar hammasi sizning savolingizni so'rdi. Sizlarning mushtariy aytishinglar, sizlarning hozirgi milliy kimliginglarni qo'llashda qanday foydasi bor deb. Men dedim, bu so'zimni bekcha xiyol qildim, to'rdim yana bir so'zlashni xohladim. Men dedim, albatta biz har kursda ara 12 dan qiz bola tarbiyalaymiz. 12 dan bo'lsa 5 kursda ara 50 necha. Endi bizningki million nüfusumuz nisbatan 50 necha qiz bola. Bek masalan inshaalloh yillarcha ochsaq necha yuz qiz bola yoki bir necha ming qiz bola tarbiyalaymiz xolos. Lekin sonimiz oz bo'lishi bilan hargiz biz oz bo'lib qilib ta'sir ko'rsatmaydigan darajada emas. Har qismliq darsimizda men to'xtamay ta'kidlayman, sizlar sonini oz bo'lgani bilan sizlar bir xuddi ximiturushga o'xshaysizlar deb. Ximiturush kichikgina ximiturush, lekin qanchalik jiq unga siling, u unni shunchalik ko'ptirayotdi. Shu muxbirlarga ishladim, qizlarga shunda deyman. Vatandagilar da Alloh saqlasin, lekin shunda ko'rib turyapmiz, bolalarimiz ona tillarini unutib ketdi, xitoycha so'zlashidi, milliy urf-odatlar butunlay unutib turyapti. Ma'lum bir kuni inshaalloh vatanimiz ozod bo'lib, biz borgan chog'da butun bolalarimiz, butun kishilar xitoycha so'zlaydigan milliy kimlikni unutib ketgan holdimi, ular sizlar ximiturush qizlarim, sizlar ximiturush. Sizlar borsanlar, unni qaytadan ko'ptira olasizlar. Qanida Uyg'urning qinilam oqsa, sizlar uni qila olasizlar. Biz sizlarni shung tarbiyalayapmiz. Inshaalloh deb shunday dedim ham, inshaalloh bizning maqsadimiz shu. Rahmat Munira xonim. Sizlarimizni anlash jarayonida mening ko'zimga yosh kelib ketdi. Inshaalloh ana shunday ximiturushlarni ko'plab maydonga keltirishga Alloh nasib qilsin. Amin. Haqiqatan bir cho'ng bo'shliqninki o'rnini to'ldirib men aytibsizlar. Bek xursand bo'ldik.
Programmamız davamlaşıyatdı, qimmatli görürmenler. Undaqda suallarni men tönde qizlarimdan bir sorab o'tsam. Shayxla, sizdan bir sual sorag'im kelyapti. Siz men shaxsan o'zimmi ko'p ko'rdim, riyosatchilik qilgan faoliyatlaringizga qatnashdim. Siz bilanmi kishilik munosabat qurib vaqtimiz uzun. Shu jarayonda men sizdan shu tuzishingizdan va bir Uyg'ur ro'yida tafakkur qilishingizdan hamda ta'sirlarini men his qilganimda shunchalik xursandman, hayajonliman. O'zimni opangizlarni shunday bu shundoq bo'lardi bu qiz deb, mashalloh. Bu albatta tirishchanlik bo'ldi. Shu sizdan shunday bir savol so'rag'im keldi. Siz shu Antaliyada jarayonida turgan bir qiyinchiliklar bo'lsa, bir uchragan qiyinchiliklaringiz bo'lsa, shu qiyinchiliklaringizni bir qanday yengganlikni, qanday bir metodda ilgarilaganligingizni ko'rasiz. Boshqa qiynalsa mikrofonni xatmay aytyapman. Ben uçurgan qiyinchiliklar Antalya Güneş jarayonida. Albatta ko'pincha qiyinchiliklar uchradim, chunki biz muajiratga bog'lab Uyg'urcha o'rganishimiz bir o'z vatanimizga o'rgangandek albatta oson bo'lmaydi. Mening tunji uchragan qiyinchilikim shunchalik aniq esimda, bütün savodoshlarim uylariga maktabdan qaytib uylariga o'z kabi ishlar bilan shug'ullanmoqda. Mening ana til darslari berishim albatta menga kichik bo'lib turishim boshida bek tez to'xtadi. Çünkü hammadan uyda kinoni ko'rib yoki o'z ishlari bilan shug'ullanib topshiriqlarni ishlab yana qolmoqda. Men ana til darsxonalariga berib, keyin uyanib topshiriqni ishlab, keyin Türk maktabining topshiriqlarini ishlab, albatta yuk jiqib ketadi-da. Shuning uchun bu boshda bak qiynaldim. Ammo ishim cho'ng bo'lgan sari opamning yetakchiligi bilan buni hal qildim. Keyin ishga tushirgan qiyinchilikim bo'lsa, biz Uyg'ur bolalar uchun Uyg'urcha ovoz karton beramiz. Başta ovoz berish hamma odamga shunchalik yaxshi tuyuldi, shunchalik paysi tuyuldi, bir xil u unda yaxshi ovoz berdi, ovoz artisi bo'ldi. Ammo bizning o'z vatanimiz yo'q, o'z imkoniyatimiz bunchalik jiq emasdi. Ovoz berish asboblarimiz faqat yo'qdi. Biz masalan ovoz bergan chog'da bir tal kompyuterimiz bordi, bir tal telefonimiz bordi. Mesela telefonda ovoz qildik, kompyuterdan qo'nchoqni ko'rib, shu qo'nchoqni ovozga ko'rib qilib. Başlarda biz sağlaşlarım bilen ovoz bergan sağlaşlarga bek hayajonlandim. Dedim şu ovoz berib bunday yaxshi degandek o'xshash. Lekin imtihon vaqti kelganda berishimiz kerak edi. Masalan bir kuni o'tirmayman. İmtihan var yani günü, matematik imtihanım var yani günü. Apam'a dedim biz bugün ovoz bermaylik. Adımın imtihanım var. Apam dedi ko'rinmanlarimiz taqozolikda uni kutyapti. Ko'rinmanlarimizga bunda muammo qilsangiz bo'lmaydi. O'shanda nima bo'lib ketsin? Ovoz berasiz, kecha 3 kishi telefon qilsangiz qiling, ammo u kartonga ovoz berasiz ko'rinmanlarni unda javobsiz qo'yib qo'ysak bo'lmaydi dedi. Shunchalik erindim, ammo ovoz berdim. Texnicha beryapmiz. Başta bek yaxshi tuyg'ular bilan, ammo uni albatta o'ziga ko'ra qiyinchiliklari bor. Badina ustozimiz Alloh razı olsun. O bizga bek yordam qildi, bek isbot qo'yishdi. Ammo bir qo'nchoqning og'ziga qarab turib ovoz berish, uni taqlid qilish, bir xil chiroyi bo'lsin, og'zidan ichishini ko'zini yumish ko'ra taqlid qilish. Buni esa ovozga erish uchun oson emas albatta. Biz buni bilan qiynaldik. Uchinchi bo'lib biz Uyg'urcha videolar tayyorladik, shu Uyg'ur xalqiga muajiratchilarga. Ammo ba'zi bizga qaytgan inkaslar unchalik yaxshi emasdi. Bo'lib shu ovoz bergan vaqtda va qiynaldik. Qanchalik bir xil Uyg'urchani o'z ona tilimizda qanday qilsak texmi yaxshi avlodlarga yetkaza olamiz. Qanday safar shaklida yetkaza olamiz degan o'yda chiqdik biz bu yo'lga. Masalan biz qo'nchoqlarda boshda apikelikni ishlatgandik, ana ishlatmay apa ishlatgandik. Masalan shunchalik qattiq bir shaklda bizga inkos qaytadi ko'rinmanlar. Apa deyish to'g'ri emas, ana deyishinglar kerak. Qanday bu holda, qanday antilarni qo'llaysizlar, bu ishni qilmanglar. Kichkina bir xatolarimizni tatib, shu darajaga apag'idek
görünmələrimiz bo'ldi. Biz Tabii fikirlerini veririz. Sizlarniki Hem kichik shunchalik qig'inoqlar afirin yetmay belgilangan bo'ldimi? Bu sizlarga nisbatan haqiqatan bir qiyinchilik Allohga nisbatan cho'ng bir qiyinchilik deyishga bo'ldi. Çünkü ovoz berganda qiynalamiz. Hamma odam shunchalik yaxshi ko'rganimdan albatta uning deganiga o'xshash qiyinchiliklari bor. Ham eng cho'ng masala bo'lsa asboblarimiz yetarli, faqat yetarli emas. Masalan, maxsus ovoz bergan o'rinlar bo'ldi. Atrofida shu ovoz anglatmaydi, yaratmaydigan gilamlar bilan qoplıq maxsus ovoz bergan o'rinlar bo'ldi. Biz ustozlar shaxslar ovoz beradi. Özümüz göre pek çok qiyinchiliklar bo'lgandan keyin bunda qattiq inkaslarning kelishi bizni albatta ko'nglimiz boshida yerim qildi. Ammo ustozlarimiz yetakladi, ustozlarimiz rag'batdan dedi. Endi har ishning bir qiyinchiligi bor. Behmu kanallar kirgizib olmanglar deb mushtarlik. Shuning uchun biz bu albatta kichkina bunda inkaslar bilan tashlab ketdik. Nima bo'lsa bu vatan da'vosi, bu ana til da'vosi. Biz hozirgacha davom qilyapmiz. Rahmat. Mening tushirganim masala shular. Rahmat sizga. Undaqda biz tuanda shakla ovoz bergan bir karton filmdan qisqa bir ko'rinish ko'rib o'taylik. urib o'ltirib Ya, o ustozdan mehmini emas. Ustozdan mehmini bo'lgan bo'lsa, ustoz bizga xabar qilgan bo'ladi. deb qo'ygandu. Deb qo'ymadi. Ya, Bo'ldi, o'zingni bisib ol. Demisi nim bo'pti. demisdan bo'ladi. Bizga choy qilib turgan bo'ladi. Uyg'onib ketadi qoldi. Dushmanlar, bo'linglar. Kirib ketinglar. Bo'linglar, voy bo'linglar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur. Bang, 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 bang. Assalomu alaykum. Hoş geldinler. Sizler Konya'dan geldinler, şundaqmı? Shundoq Konyadan keldik. Ha, ustoz bana degan edi. Unda o'z isminglar nimikin? Ha, to'xtanglar. Siz Shundoq. Men Asmanur. Men Asmanur. siz bo'lsangiz Tatinchoq Alinur bo'lsiz, shundaqmi? Shundoq. Qanday bilib qoldingiz? Ha, sizning ismingiz bo'lsa Uyquchoq Karima. Shundoq. Siz ha, hapchuruk Hanifa. Oy. Men bo'lsam tikkichi Aliya bo'laman. O bo'lsa Aisha. Albatta, o'mi bizning qarindoshimiz. Siz bo'lsangiz Tirikak. Shundoq. O terikak Munisa. Terikak Munisa. Terikak. Ey, nimalarni davatsa, bularni qo'yib, uningga degin, bizga tomoq etib bersin. Shundoq. Bizga tomoq qilib bersin. Voy. Bizga tomoq qilib bersangiz bo'lamdi. Bosh ustiga, tomoqdan keyin paranishaylik. Maşallah, aferin sizlarga. Chet elda tug'ilgan bo'lishinglar qaramasdan ona tilini pishiq o'rganib, hatto intonatsiyalarini shunchalik yaxshi berib, shunchalik bir xizmatni suyimli bolalarga sunalganinglarning o'zi bir natija. Biz sizlardan iftixorlandik. Zulaya qizim, undaqda sizdan bir so'z so'ragim kelyapti. Ana tilga ahamiyat berishni uchun shuncha muhim deb qaraysiz, shu haqida bir tushunchangizni so'zlab o'tamsiz?
Biz çuqum ana tiliga ahamiyat berishimiz kerak. Chunki biz Uyg'ur. Uyg'urning ana tili bizning ana tilimiz, qanimiz. Biz Uyg'ur tilida paranglashimiz. Ota-bobolarimiz bizga necha yillar burun bizga bu Uyg'ur tilini meros qoldirib qo'ygan. Hozir bizning vatanimizmi yo'q? Kafirlar, Xitoylar hozir bizning an'analarimiz, an'anaviy narsalarimizni, usullarimizni, ya'ni Uyg'ur tilimizni paranglashadigan bo'lib ketdi. Ko'ryapmiz xabarlardan. Tomoqlarimizni tortib yeri olib ketdi. Hozir bizning vatanimizmi yo'qolib ketdi, yo'qmoqchi ya'ni. Hozir bizning shu bir tal ana tilimiz qoldi. Biz bu ana tilimizni qo'g'dimizsak, vatanimiz ya'ni Uyg'ur degan millat bu dunyoda qolmaydi. Ya'ni butunlay yo'qolib ketamiz, tarixdan o'chib ketamiz. Ota-bobolarimiz necha yillardan burun bizga bularni qo'g'dab, biz uchun yetildirib, biz uchun ekangan bo'lsa, bizmi buni qo'g'dab chuqur bizning keyingilarga yetkazishimiz kerak. Ammo hozir ko'ryapmiz, chet eldagi Uyg'urlarning %51'sini Uyg'urcha paranglashamaydi. Ba'zi inglizcha paranglashadi, ba'zi turkcha paranglashadi olib ketdi. Pek az kaldı yani Uyg'urcha paranglashgan pek az kaldı. Biz ana tilimizni qo'g'dimizsak, ya'ni Uyg'ur millati yo'qolib ketdi, butunlay yo'qolib ketdi. Şunlaşka biz ana tilimizni chuqur qo'g'dishimiz kerak. Bizning bir shu ana tilimiz, anamizning tili qoldi, ota-bobolarimizdan qolgan meros qoldi. Biz chuqur shuni yaxshi qo'g'dab, keyingilarga yaxshi yetkazishimiz kerak deb o'ylayman. Shu. Rahmat, Ziloya qizim. So'zlaringizdan shu qadar ta'sirlandim. Haqiqatan bizningki dushmanlarimiz bo'lgan Xitoylar bizning Uyg'ur tilimizni bizdanmi yaxshi so'zlaydigan, bizning madaniyat meroslarimizni o'ziniki qilib, bizning madaniyatimizning har sohalarida bular intayin taraqqiy qilayotgan shunday bir vaqtda o'zini taraqqiy qildirib, bizni butunlay assimilyatsiya qilmoqchi bo'lgan shunday bir vaqtda bu qarashning, bu ruhning sizda yetilayotganligidan haqiqatan xursand bo'ldim. Sizlarni tarbiyalagan ustozlaringlarga, ota-onalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlardek, sizlarning ota-onalardek, o'quvchilaringlardek ona tili himoyasi bilan ko'plab ishni intayin umid qilamiz. Rahmat qizim. Amina sizdan bir savol so'ray. Shu ona tilini o'rganish jarayonida va jarayonida sizga ta'sir qilgan ta'sirli voqealar va qiziqarli ishlar bo'lishi mumkin. Shunday bir ishlar bo'lsa, ekran oldidagi do'stlaringiz bilan va dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar bilan bir o'rtoqlashib o'tamiz. Benim yani hazır sanat kesinlikle. Ben bu sözlerden şey yapacağım. Ovozingiz biroz past, yuqoriroq so'zlayapti. Bu sözlerden şehirler versem şehirler sözler versem. Bo'ldi. Shahla, bu so'z haqida sizga aytdingiz. Shahla, siz so'zlab beramsiz? Shahlaningki internetda masli ko'rilgan o'xshaydi. Shahla? Ha. Ovozim anglatamni Shahla? Ovoz o'tnachim izlab chiqardi. Ovozimiz hozir keldi. Men hozir Amina Saidovning ana til faoliyatini o'tkazish jarayonida, ana til o'rganish jarayonida sizga ta'sir qilgan ta'sirli ishlardan bu so'zlab beramsiz desam, bu so'z haqida men sizlarga beray deb sizga o'tindim. So'zlab beramsiz. Ta'sirli va qiziqarli voqealar. Shunaqa. Qolgan birini so'zlab berishni qilgan buni sizga Ben Şiktal hazır isim gelen Şiktal galiba. Birisi ta'sirli, birisi qiziqarli. so'zlab bersangiz bo'ldimi? İsim gelen qiziqarli bir voqea bor. Bizning ma'lumotlarimiz bizga maqola yozish musobaqalari o'tkazib beradi, emasmi? Shu vaqtda mening bir soat ishim bor edi. Muzokara soatida men yotoqqa chiqdim. Yotoqqa chiqayotgan uydan hatto oxiri uydan qaytib yotoq chiqayotgan vaqtimda muzokara soatida bir soat ishim yugurib keldi. Chalashadi. Men bo'ldi desam, maqola yozib bergan, men sana pul beray dedim. Keyin voy kim bu odam desam, "Atu maqola yozishim kerak, maqola yozish topshiriqim bor, ammo bu bir haftalik topshiriqni men unutib qoldim." Qizoq yozib ay desam, hech qanday bo'lmadi desam, bo'lsin, men yozib berib turdim.
Keyin yerim keşke men o maqolani yazdım. Keyin az günü maktabdan qaytib kelsam shunda xushal aqsa yashag'imda keldi. Yani keyin deb 15 qo'yib berdi. Men bo'ldi bo'limda kelgan o'xshaydi bu desam meni sizda maqolam birinchi bo'ldi. Bek rahmat deb shunday rahmat aytib ketdi. Muşuna o'xshash qiziqarli maqolalar bo'ladi. Biz savolashlar o'zaro mushta bir-biriga maqolalar yozib berib boshqa qiladi. Keyin ta'sirli bir voqea uchirg'anim. Bizim bu yazıp ta'til vaqtida bir ateş geldi. Biz bu ateş bilan paranlaşayotgan vaqtda u ateş Türklarning bo'lgan muhiti cho'ng bo'ldi. Faqat Uyg'urlarning bo'lgan muhitiga kirib boqmadi ekan. Bizim Aybilikka kelgandan keyin o'zim milliy tuyg'usiga uyg'ondi emasmi. Keyin men shunchalik ta'sirlandimki, kelib mana bu shahar dedim. Ha desam. Qarsam men Uyg'urcha mujahid yaxshi emas. Men Uyg'urlar bilan çoğun bo'lmaganligim uchun yaqin vaqtda Turklarning bo'lgan cho'ng bo'lganligim uchun Uyg'urlar bilan pek uchishib ketolmaydi ekanman. Ammo mening bu Uyg'ur millati uchun bir ish qilgim bor. Sence mening turkcham yaxshi va inglizcham yaxshi? Çoğun bo'lgan vaqtda men mushunda kurslarda, mushunda maktablarda bolalarga Uyg'urcha, Türkçe dersler, Uyg'urcha, Türkçe dersini deb beraytsam, sence maktab müdürleri meni qabul qiladimi deb men so'radi. Men shunchalik ta'sirlandim bu gapidan, chunki ularning bo'lgan bir muhiti cho'ng bo'lgan, bir Uyg'urlarning bo'lgan bir muhitiga hech qanday kirib boqmagan, ham Uyg'urlar bilan azroq Türkler bilan cho'ng bo'lganim uchun Uyg'urlarga qarshi bir samimiy bir millat tuyg'usi yo'qdi. Ma'lumlar bek ichinatli bo'lganligi. Men mushu Uyg'ur muhitiga kirib o'zining milliy tuyg'usini uyg'onishini ko'rib shunchalik ta'sirlandim. Rahmat Shehla singlim. Avval so'zlagan vaqtlaringiz haqiqatan qiziqarli ekan. Ya'ni sizning savolingizning maqolasini boshqalar haqmay mikrofonni aytayotgan bo'lsangiz, qoldi. Siz shu savodishingizga vakolatan maqola yozib berib, ya'ni 15 lira uning ajr haqqini olibsiz. Ya'ni bu kichik bolalikda bo'lgan ishlar, ammo sizningki inshaalloh cho'ng vaqtingizda eng yuqori adabiyot mukofotlariga erishishingizga va ko'plagan qalam haqqi mukofotlariga erishishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Yana bir voqelikdan bek ta'sirlandim. Ya'ni turklarning orasida yashab cho'ng bo'lgan, ammo o'zi Uyg'ur, o'zining Uyg'urligini unutib qoladigan bir qizninki aslarning aranglarga kelgan vaqtida o'zining milliy ro'yi uyg'onib, men haqsiz bir turkcha dars bo'lsin o'tab bera olamdim bu yerda ajiba degidek darajada o qizninki yani iç-içidan shundoq bir fidoyi bo'ldigan bir ro'yininki bir uyg'onishiga sizlarninki shu xil bir ko'rinishinglar, ya'ni ana tilda ravon so'zlashinglar, milliy ro'yinglarninki uyg'oq bo'lishi bu narsaning ta'sir qilib, shu qizninki milliy ro'yini uyg'onishiga sabab bo'la olganligi bu haqiqatan bir ta'sirli kishiga. Söz epeyinizga rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, Amina qizim sizdan bir savol so'rsam, programmamiz davomlashyapti. Qimmatli ko'rurmanlar. Programmamizni boshlag'animiz 1 soat bo'lib qolay debdi. Tafsili davomli paranglashsak programmamizni aqlashtirishimiz mumkin. Programmamizni davomlashtirish muhim bo'lgan bir savollarni Mahsimen unutmasa uzuncudan bir neçə qitim yüzran paranglashib baxdım. Sizin şu söz qabiliyetiniz, yani Uyghur tilida o'zingizni ifodalash olayligingizni nihoyat yaxshi his qildim. Shu o'zingizdagi so'z qabiliyetingizni, ya'ni ravon so'zlash iqtidoringizni yetildirish uchun siz qanday bir ishlarni qilib vaqtingiz, ya'ni buni Buldum. Ben tuncu bulup anlatımını ögümüş, harflerini tutup boğanırken kitap okuştu, bektiriştim. Bayan da özgürümdeki pek kitap okuşunu tiriştim, pek ters öğrendim kitap okuşunu. Onu ögümüş boğanırken pek ters öğrendim. Sözlerimi Musabaqada raqobatli ish bo'lgan ekan do'stlar orasida. Telefon kuchib, o'qishni ham yaxshi o'qishni o'rgangan. Maqola yozishganda keyinchalik maqola yozgan. Aybilik hikoya vaqtida u
hemen makale yazmadım bilmeyen için kalsam ben neden makale yazayım bu mektepte başladım koysam kim her makale yazıyor bu Ancak hem neresi şimdi geldi, yetişim peşinde öğrendim, işte öğrenip ustazlarımın kolu değil, sonradan yatırım kadar yaxshi bir seviyeye yetdim. Rahmat Amina sizga. Ya'ni men bu so'zingizdan intayin bir samimiy so'zingizdan shaxsan ta'sirlandim. Ya'ni siz so'zingizda aytdingiz, men Aybilik maktabga kelgan vaqtimda o'zimdan boshqalarni maqol yozolmamdiki deb o'ylab ekanman deb. Chunki siz maqol yozishni, yozishni qilishni intayin yaxshi ko'rganligingiz uchun xuddi siz eng bak tirishayotgandek, o'zingizni qanchalik tirishqanligingizni his qilganligingiz uchun faqat sizlar yozayotgandek bir tuyg'u ekansiz. Keyin maktabga kelgandan keyin nurg'un o'quvchilarning sizga o'xshash maqol yozayotganligini ve maqolalarini yaxshi o'rinlab muallimninki maqtishiga erishgansiz natijalarga erishganligini ko'rgan vaqtingizda o'zingiz aytgandek ichingizda bir o't bo'libdi, hab to'xtab bir raqobat o'tdi. Shu raqobat bilan siz ko'p asarlarni yozishibsiz. Bu yozish va uni deklamatsiya qilish sizniki, ya'ni ana tilda ravon yozishingizga, ya'ni rahmat so'zlaringiz uchun. Unday bo'lsa, programmamiz davomlashyapti. Oxirlashtirish oldida boshqa qimmatli ko'rurmanlarningki savollari bormi yo'q, buni bir qarab o'taylik. Men bir qarab boqay. Agar bo'lmay qolsa, endi programmamizni davomlashtiraylik. Bu yerda bir to'rdishimiz debdi, maqsadlarim Nur TV'de taqdirlagan bir karton bati tuyuqsizlik chiqarib o'tildimi, yo'qolib ketdi. Bolalarga bek tarbiyaviy ahamiyati bo'lgandi. U kartonlarni qayerdan ko'ra olamiz? Javob qaytargan bo'lsanglar, debdi. Bu haqida sening ma'lumotinglar bormi Shakla? Kartonlarımız Minan özümüzün Aybilik Hanım kızlar Tor kanalı var, işaretli var. Tamam. Tushundik. Hozir Aybilik Hanım qizlarninki YouTube kanali bor ekan. Shu kanalda tarqatilyapti. Javob berganingiz uchun rahmat. Undaqda Munira Hanım sizdan bir oxirgi savolimni so'rsam. Shu boshqa qiynashlar Munira Hanım, siz shu qarorga tanlash kursida deydigan bo'lsa bir Sağolun, qayta ansam bo'ladi. bo'ldi. Aybilik qizlarni tarbiyalash kursidan bo'lsak, Mayli Aybilik Hanım Kızlar Merkezi bo'lsin, mayli Chivar qizim bo'lsin. Men shu bizningki maqsad mudoimni ko'pchilikka so'zlab o'tdim. Ya'ni milliy kimlikni qo'g'dash va taraqqiy qildirish yo'lidan chiqish yo'lidan menish. Endi ko'pchilikka deydigan so'zim bo'lsa, har qanday ish tirishish bilan bo'ldi. Har qanday ish bir izchil davomlashtirish bilan bo'ldi. Bolalarimizni biz endi Turkiyadagi bolalarni deyman. Bolalarimizni Uyg'urning bolasi bo'lmoq oson emas, hammamiz bilamiz. Ne qaysi davlat yashasa shu davlatning tilini bilish kerak. Turkiya misol sen turkcha bilish kerak, Uyg'urcha ana tilini bilish kerak, inglizcha bilish kerak, boshqa darslarni yaxshi o'qish kerak. Yana bir qadamda talab qo'ysa, Qur'on tajvidini bilish kerak. Qur'on yodlaydigan bolalarimiz bor, maşallah. Lekin men bir psixolog bo'lish üstün bilan nurg'un odamlar masalan, oy bu bola yerim kun Aybilikda o'qisa, yerim kun maktabda o'qisa, qiynab ketmamdi, besinib ketmamdi deyishi mumkin. Lekin undaq emas. Mush fursatda, mush to'rdik hozir butun xalq ko'rayotgan mush fursat men shunda deyim bor. Amaliyotda bolalarimizning iqtidori buningga bor, buningga tayyor. Bolalarimiz har vaqt asli biz ularning ro'yikini rag'batlantirasizlar. Biz ularga mehrimiz bilan bera olsak, amaliyotda nurg'un bilimlarni qabul qila oladi.
Yeni G'arbniki o'tirg'i chiqarayotgan nurg'un nazariyalarda bolalarni o'yintinglar, qo'ypiringlar degani bilan vaqt kelganda shu o'ynatgan, shu qo'yib bergan bolalar G'arbda, Yevropalarda, nurg'un davlatlarda bilamiz. Unda bolalarni qanday qildi? O'rta okulga chiqqanda bir imtihon bilanlar o'tamagan bolalarni texnika maktablariga, ishchilar tarbiyalaydigan maktablarga berayotdi. O'taligan burundan tortib oilasi ahamiyat bergan, yaxshi o'qigan bolalar asosida universitetda o'qiy oladigan bir salohiyatga ega bo'la oladi. Shuningdek, demak, o'ynatinglar, bo'ldi qo'yib beringlar deyishdagi maqsad faqat shu insonlarning orasidagi farqni cho'ngaytirish uchun. Endi biz bu nimaga kirib kelsak bo'lmaydi. Chunki bizniki dunyolarimiz, masalan, to'rlarda ko'ryapsizlar, Xitoylarning bolalari 2 yosh kirmay 0 yoshdan boshlab inglizcha rasmiy kitob o'qisa, inglizcha tilda o'qiydi. Xitoycha rasmiy kitob o'qisa, xitoycha tilda o'qiydi. Herkes men inglizcha kitobni kelib xitoycha o'qib bermaydi. 0 yoshdan boshlab bularning saviyasi mushta o'rlisin deydi. Shuningdek, biz endi hozir bolalarimizni bisin bo'lib ketdi, ig'ir bo'lib ketdi. Maktabga darsini o'qib tursin. Abi shu nimani bitgan chaqda, to'liq o'tirib bitgan chaqda, anondikin nima da elib bani o'rganib olsa, xato o'qishni bilsam bo'ldi desak, vaqt kelganda bolalarımızdan ayrilib qolamiz. Shuningdek, agar Turkiyada sharoiti balo bo'lsa, inshaalloh mushtaq aybilik qizlar bo'lsa, mushtaq aybilik tarbiyalash markazlarimizga evet bersanlar. Yoki ta'tillarda bizniki maqsadimizmi, mayli aybilik qizlar tarbiyalash markazimizni bo'lsin, mayli Chivar qizim kursimiz bo'lsin, yer shahar xarakterli bir maktabga aylantirish inshaalloh. Chunki Alloh xolisi bizning yotoqlarimizni mush ta'tillarda bo'lsin, mushu ta'tildimi, mush yozliq ta'tildimi, Norvegiyadan, Gollandiyadan kelgan qizimiz bor, Chivar qizimga. Bundan keyinmi Alloh xolisa her yerden dünyanın her qaysi joylaridan bolalarni avatinglar, biz ularni haqiqiy Uyg'ur kimligida tarbiyalab chiqaylik. Vatanda qizlar her yerden tarbiyalanib ma'alaydi. Apsi yemagan gapni hammasi deydi, cho'ng apsi deydi, kichik apsi deydi, her yerden tarbiyalanadi. Uyda o'rganmagan axloqni yana bir san uyga olganda, mehmondorchilik bo'lsin, tuqqanlar bilan ko'rishdi bo'lsin, to'ylarda bo'lsin, shunday yerlarda o'rganadi. Bolalarga sharoit bek ko'pdi. Lekin hozir bizning muajiratda bunday sharoitimiz yo'q. Ya'ni Uyg'ur xalqimizda balangni maktabga ber, yaxshi o'qimasa mashrabga ber degandek bir so'z bor. Ya'ni axloqni mashrabda o'rgandi deganga o'xshashchi. Endi butun axloq o'rgangan bunday sharoitimiz yo'q. Hozirgidek bunday sharoitimizda biz qanday qilamiz degan chog'da mushundoq yerlarga avatib berish orqali mayli bir necha oy bo'lsin, mayli ta'til sharoitlari bo'lsin, mushtaq avatib bersanlar inshaalloh. Maqsadimiz endi mush qizlarimizni ozg'ina shunchalik vaqt ichida ta'sirlantirish, ozg'ina shunchalik vaqt ichida ularning ro'yi kimligini urg'itib, bundan keyin hozir Sheyxlar aytgan shu turkcha kichikdan tortib turkcha so'zlaydigan, Turkiyada tug'ilgan qizning ro'yi kimligiga urg'ib, men Uyg'urga qanday qilsam xizmat qila olaman deb o'ylab chiqqanga o'xshash, bütün bolalarimiz agar ashta o'ylasa, inshaalloh bu bizning huquqimiz hisoblanadi. Mushu bolalarimizni Alloh xolsa biz inshaalloh kelgusida nurg'un avlodlarimizni yetishtirib chiqa olamiz. Bizning sonimiz ko'paydi. Sonimiz ko'paygandan keyin inshaalloh vatanimizni qo'limizga ola olamiz. Ya'ni bu vatanimizni qo'limizga ilishimiz hargiz Xitoylar bilan sonimizni silishtirish jihatdan emas. Bilimiz naydi osonki Yahudilarmi yana oxirida yana qanchalik tirishchiliklarni har xil ishlarni qo'lga keltirib, mayli to'g'ri olsin, xato olsin bir maqsadda oldi. Endi u har xil ibratlarning ko'rinishi biz uchun bir dars. Ya'ni biz mi qanday qilsak ola olamiz. Sonimiz oz, lekin biz sifatli odamlarni yetishtirib chiqa olsak, aramizdan sifatli ma'rifga, xalqqa mablag' solgan boylarimiz yetishib chiqsa, aramizdan shunday qilib boshqalarga yetakchi bo'la oladigan rahbarlarimiz yetishib chiqsa, aramizdan bütün ishlarda oldimizdagi boshchiga, rahbarimizga itoat qila oladigan va o'zining jinini, milini atdigan shunday avlodlarimiz yetishib chiqsa, inshaalloh biz uchun g'alaba yiroq emas. Alloh xolisa biz ko'rimiz vakillarni. Rahmat Munira xonim. Sözlerinizden emimiz xursand bo'ldik. Bu maktab haqidagi turlardan ma'lumotlar bo'lmoqda. Menda bu bir nurg'un umidlar paydo bo'ldi. Shunun rolini emas, balki bu qonunning rolini ham. Bir Uyg'ur madaniyatini rivojlantirishda bundan keyin xizmat Allah destek
keyin rahmat sizlarga. Ko'rganlar va mehmonlar programmamiz oxirilash oldida burun bizdan ularning bir so'zini anlatsak, ya'ni o'ziga o'xshash do'stlari bor, so'zlari bor va o'ziniki aka ularga do'stga ular programmamizni sizdan boshlaylik. Shayxla Shayxlarninki ko'rida biraz mashhurlik ovoz viloyat Ustoz, ovozingiz yaxshi emas. ovozim hozir chiqdimi? Ha, endi chiqdi. Tamam. Ekran oldidagi o'zingizga o'xshash do'stlaringizga, o'zingiz bilan o'xshash do'stlaringizga va aka-xodimlaringizga va ekran oldidagi qarindoshlarga qanday yurak so'zlaringiz bor? Programma oxirlashdan ilgari sizlarning yurak so'zlaringlarni anglaversak, undan keyin programmamizni oxirlashtirsak. Hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Birinchi ustozlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Opamga ko'pdan-ko'p rahmat. Mushlarning bizni qo'llashi bilan mushu saviyaga yetadiganligim uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Mening menga o'xshash do'stlarimga deydigan gapim bo'lsa, Uyg'ur tilimizni unutib qolmasak deyman. Haqqanchi vatanda bo'lmasaqmi, boshqa davlatda, chet elda bo'lsaqmi, ana tilimizni unutib qolmasak, mayli boshqa tilda paranglaşaylik, lekin ana tilimizni unutib qolmaylik. Bizning birdan-bir qolgan narsamiz ana tilimiz ham qoldi chunki. Ana tilimiz pek muhim. U bo'lmasa biz yo'q bo'lamiz deganimdek, shunga ana tilimizni qo'g'disak, vatan uchun taxindek qo'zg'alsak deyman. Ko'rdik maqtim bo'lgan ishlarni hammamiz ko'rib turdik. Nurg'unlagan ishlar olib ketdik. Vatanda nurg'unlagan azoblarni chekyapti do'stlarimiz. Şunlaşqa aşlar üçün texambək qo'zg'alsak deyman. To'g'ri qo'zg'aldik, namoyishlar qildik, qo'limizdan kelishicha qildik. Yana texambək kuchsak deyman. Ana tilimizni unutib qolmasak, ana tilimizni paranglashsak, ya'ni atrofimizdagi qancha Uyg'urlar bo'lsa, Uyg'ur do'stlarimiz bilan ana tilda paranglashish uchun tirishsak deb o'ylayman. Maktablarda do'stlar, Uyg'ur qizlar o'zaro turkcha paranglashidu. U masala bekjiq. Taxambak tirishib Uyg'urcha paranglashishga tirishsak deyman. Vatanimiz uchun taxambak qo'zg'alsak, oshlar uchun taxambak yaxshi ishlar qilishga tirishsak deb o'ylayman. Rahmat, Zuloya qizim. Nihoyatda o'rinli bir fikrni o'tirib qo'ydingiz. Rahmat. Ya'ni ana tilimizni qo'g'dashga tirishsak, asosliq sizning bizga tashabbus qilganingiz, yana birisi vatanimizning mustaqilligi uchun biz texmi kuch chiqarsak, texmi uyg'ongan bo'lsak dedingiz. Rahmat sizga. Naqshlar qizim, yurak so'zingizni aytib baqsangiz, marhamat. To'g'ri o'xshab. Mening ko'ngil so'zim boshda ustozlarimga va opamga rahmat aytaman. Keyin shu Uyg'ur xalqiga muhojiratchilarga birdan-bir deydigan gapim bo'lsa, esinglarda bor bo'lsa, burun vatanimizning ahvoli beklarchan, hozirgi beklarchan. Lekin hozir burunqisidan texmi nachan. Ammo men Uyg'ur xalqida bo'lib muhojiratchilarda burunqi to'yg'i, burunqi jo'shqini ko'ramadim. Burunqi vatanni qutqizish o'yini texmi ko'ramadim. Burun namoyishlarimizga teximjiq chiqardik, texim Uyg'ur tilini qo'llash uchun texim chiqishlar qilardik, hammadan fikr qo'yadi, hammadan bir tirishish, bir ruhiyati bor. Hammadan bir jushqi bor, hammadan bir milliy ruhimiz uyg'on edi. Ammo hozir hammamiz uxlab qolyapmiz. Asta yo'qolib ketib boryapmiz. Kun o'tgan sari texim uyg'onishning, texim jiq amallarni tepib, texim vatanimiz uchun texim jiq tirishning o'rniga hozir bara keyin yetib kelyapmiz. Ahvolimiz bek ichinishli. Bo'pti, bolalar o'zaro arasida gap qilishdi deyli. Lekin cho'nglarning, cho'ng akademisyenlar bo'lsin yoki cho'ng shu vatanda to'p qo'shidan birinchi to'p qo'shish kerak bo'lgan cho'nglarning o'zaro ana tilda paranglashmaslik nihoyatda ichinishli.
Vatanimizde hazır Xitaylarning birdan bir qilmoqchi bo'lgan bir ishi bor. U bo'lsin Uyg'ur tili aslida bizning, Uyg'ur usuli aslida bizning, Uyg'ur madaniyati aslida bizning. Ya'ni ko'rsatmoqchi bo'lgani shuki, masalan, Turkiyada Qora dengiz bizlar, u yerning o'zi tushliq urf-odatlari bo'ldi, ammo hammasi o'xshash bir davlatning ichida, hammasi o'xshash bir millat. Ular Turk, Akdeniz'deki Türk, Karadeniz'deki Türk, ama ikki tarafning urf-odatlari da azroq farqlar bor. Xitoyning hozir shu chet eldagilarga boshqa davlatda ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lsa shu. Biz Uyg'ur madaniyatimizni bara yo'qotyapmiz hozir muhojiratchilar bo'libmi? Masalan, hozir Uyg'urlar Xitoyda yamzlar sog'ishimizdan deganga o'xshash Uyg'ur usulini, Uyg'ur tilini muhojiratdagi Uyg'urlardan texnik yaxshi so'zlaydi, texnik yaxshi o'ynaydi Uyg'ur usulini. Bu bek ichinishliq bir haqiqa o'ysanlar. Başta azraq o'ylanganda bir xil adamni nihoyatda oddiy ko'ransizmi? Bir bizlar emas bo'lsa, bu vatanimizda bir bizlar vatanimizdan bu holat emas bo'lsa, boshqalarning vatani shundan tursa degan. Bilan bizning vatanimiz 70 yil bo'ldi bu holat bo'lgan. Ammo biz kundan-kunga texnik uyg'onishni o'rnatib, kundan-kunga texnik uyg'onib ketyapmiz. Bu avvalimiz shunchalik ichinishki, ya'ni qanday tushunishim bilan batirish. Rahmat, Şeklar, sizning qanday tushgan so'zlaringizdan nimdemoqchi bo'lganligingizni hammamiz tushunib turyapmiz. Rahmat sizga. Ya'ni bu ona tilga ahamiyat berishni siz bu vatanga bo'lgan bir sadoqat, ya'ni vatanni qutuldirishning muhim bir omili sifatida his qilibsiz. Nəhayət yaxşı qiymatli fikrlarni berdiniz. Yəni sizin demoqchi bo'lganingiz, mana shunda hozirgi bir krizislik bir muhitda meningki o'zimga o'xshash bo'lgan do'stlarim va cho'nglardan kutadiganim ona tilga ahamiyat bersanglar va vatan uchun haqiqiy bir jo'shqinlik ro'yi bo'lsa sizlarda. Biz sizlarning jo'shqinlikni ko'rmayapmiz, sizlar bek tushkunlashib ketyapsizlar. Bizga ulgu bo'lsanglar bo'ldi, sizlar baribir uxlab qolyapsizlar. Biz sizlarga qarab umidsizlanyapmiz deyapsiz. Bu haqiqatninki sizning tilingizdan anglanishi, siz tarafdan bizga tavsiya qilinishi shaxsan menga boshqa har qanday bir bilimlik yoki unvoni yuqori bo'lgan kishilarniki qilgan xitoblardan bekrak ta'sir qildi. Rahmat sizga. Undan yana bir menga ta'sir qilgan nuqta bolalar chet elda tug'ilib, bular bir-biri bilan Uyg'ur tilida so'zlashyapmiz, ben to'g'ri tushunib tursaqmi? Lekin cho'nglarninki, hattoki professor, doktorlarning o'zaro bir-biri bilan turkcha paranglashishini men qabul qilamadim. Bu faqat to'g'ri emas, ichinishli bir holat dedingiz. Mashallah, Alloh sizlarga tafakkuringiz va bilimingizga barakat bersin. Nihoyat go'zal, to'g'ri fikrlarni berdingiz. Yurak so'zingizni yuragimiz bilan qabul qilamiz. Rahmat sizga. Undaqda programmamiz oxirlashdan avval Amina sizning yurak so'zingizni anglab boqaylik. Andan programmamizni oyoqlashtiraylik. Marhamat. Navbashida meni bu seviyaga akirgan ustozlarimga, ota-onamga, meni bu Uyg'ur tilini o'rganishga tashviq qilgan har bir ustozlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Ular bo'lmagan bo'lsa men bu kunga yetolmaydim. Bizning ona tilimizni eng oxirida aytganim shu, ona tilimizni qo'llab qolish uchun chuqur Uyg'urcha gapirishimiz kerak. Vaqtimizdan chiqqancha, ko'pincha vaqtimizda Uyg'urcha kitoblarni o'qib berishimiz kerak. Mumkin uy ichida, oilada Uyg'urcha paranglashib, ota-onalarning bolalarini Uyg'urcha so'zlashga to'xtamay deb turish kerak. Buni demasa Uyg'ur tili yo'qolib ketadi. Uyg'ur tili yo'qolib ketsa, shu millatimiz yo'qolib ketsa, bu Uyg'ur tilining to'rigi deb o'ylayman men, ona tilimizni, Uyg'urning to'rigi deb. Bu to'rik yiqilib ham ketsa, Uyg'ur millatimiz yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketsa, biz nima yo'qolib ketsak, ya ichinchi ahvol bu vatanimiz zaten yo'q qilyapti, tirishayotdi, Uyg'urcha tilni yo'q qilyapti hozir. Chet eldagilar bo'lsin, Uyg'urchani saqlab, chin saqlab qo'limizda bo'lgan imkoniyatlarcha chin saqlab tursak, qo'limizdagi xazinani chin saqlab qolmasak, bek ichinishli qolib ketadi bu. Aytganim chuqur Uyg'urchani saqlab qolishimiz kerak. Uyg'urchani saqlab qolmasak bo'lmaydi yani. Rahmat.
Rahmat Salom, rahmat. Yani ana tilimiz bizningki xazinemiz, bizning angushtlarimiz, bizning boyligimiz, bizning mavjudlik turkimiz dedingiz. Gapingizning xulosasi. Shundaq bir muhim nuqtalarni tushunib bizga tavsiya qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qimmatli ko'rurmanlar, vaqtinglarni chiqarib programmamizga ishtirok qilib berganinglar uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Qimmatli mehmonlarimiz, qimmatli fikrlaringlarni va intayin samimiy tavsiyalaringlarni bizga berganliginglar uchun bizga va ekran oldidagi qimmatli ko'rurmanlarga bir umid bag'ishlaganliginglar uchun sizlarga ham ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undaqda keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Hammalarga rahmat. Allohga omonat. Abida muallim. Ha? Men ko'rmanlarga bir narsa demasam bo'ladimi? Bo'ladi, ruxsat. Tamam. Men demakchi biz Uyg'ur bo'lgankim birlashsak deyman. Hozir birlashamayapmiz. Biz birlashsak chuqur vatanimizni qutqiza olamiz deb o'ylayman. Hozir o'ylasam vatandagilar azobni o'ylasam medan ichim qon yig'laydi. Shunga biz bir-birimizni qo'llab birlashsak, bir bo'lsak deb o'ylayman. Hozir o'shan bizni ko'rayotganlar anglamaganlarga anglitib qo'ysa, Uyg'ur bo'lsak birlashsak, birlashib vatanimizni qutqazsak, nurg'ulg'an bolalar men vatanni ko'rib boqmoqlik, vatanni shunchalik qandoqligini intizorlik bilan kutyapman. Chuqur bir kuni vatanni qutqiza olamiz. Shunga birlashsak, ya'ni Rahmat Zulaya Salom, rahmat. Ya'ni shu vatanimizni ko'rib boqmagan bolalarimizning umidi uchun bo'lsa-mu hammamiz birlashish uchun o'zimizningki ideviy va psixik sapoyimizni va boshqa har joydagi sapoyalarimizni o'stirishga hozirlashimizga Alloh kuch-quvvat bersin, madad bersin. Rahmat Salom degan tavsiyalaringizga qo'limizdan kelganicha tirishishga Alloh muyassar qilsin. Bo'ldi hamsa kelarki son programmamizni ko'rishaylik. Allohga omonat, xayr xo'sh. Allohga omonat. Alloh